dieta qilayotganingizda bir kun dietani buzib qo'ysangiz, tarozida 1 kilodan qo'shilib qolayotgan bo'lsa yoki vesingiz sekin ketayotgan bo'lsa, metabolizmingiz past bo'lsa, qalqonsimon bezingizda muammolar bo'lsa va ozishga qiynalayotgan bo'lsangiz, organizmingizda selen yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Men sizga uy sharoitida selen yetishmovchiligi sizda bormi yoki yo'qmi aniqlashni o'rgataman. Bu usulni men emas, olimlar o'ylab topishgan. Buning uchun bizga oddiygina pereks vodorod kerak bo'ladi. Quruq bo'sh idishga vodorod pereks solamiz. Hammasini sovarasizlar. 5 ta barmog'inglarni baravar vodorod pereksga tiqib 10 daqiqacha turasizlar. 10 daqiqadan keyin qo'limni havoda quritdi va qo'limni holati. Menda umuman oqarishlar yo'q, chunki men doimiy selenni ichib yuraman. Agar siz selen ichmaydigan bo'lsangiz va ortiqcha vaznni xalos bo'lishga qiynalayotgan, dietani tashlashingiz bilan sirasiz tashlagan vesingizni qaytarayotgan bo'lsangiz, unda albatta shu testni o'tkazib ko'ring. Chunki ko'pchilikda selen yetishmovchiligi bor va shuning uchun ham vazn tashlashga qiynalishadi. Bu testni men yana qaytarib aytaman. Men o'ylab topmaganman, buni olimlar o'ylab topishgan va albatta qilib ko'rganingizdan keyin agar selen yetishmovchiligi bo'lsa, selen ichishni boshlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Nafaqat vazn tashlashingizga, qalqonsimon bez kasalliklarini yaxshi davolashingizga va albatta eng muhimi ayollarimizda H-sikl normaga kelishiga, erkaklarimizda bo'lsa testosteronni, tushib ketgan testosteronni ko'tarishga ham yordam beradi selen. Selenni foydalari juda ham ko'p, yana hamma foydalarini postga to'liq yozib qoldiraman. O'qib chiqing, testni qilib ko'ring va albatta selen ichishni boshlang.